Yo'q kelibsiz, qarang, zo'r narsa o'rgataman. Bu ko'pchilik bilmaydi O'zbekistonda. Mana qaranglar, YouTube'da bilasizlar, pin kod kelmasa pul yechib bo'lmaydi. Buni hamma biladi, to'g'rimi? Lekin pin kod kelmasa ham pul yechsa bo'ladi, do'stlar. Mana kanalimiz. Hozir mana qaranglar, pin kod kelmagan. Hozir mana shuni yashil qilib beraman, bemalol pul yechadilar. Qanday qilib? Diqqat qilinglar. Mana bu kanalimizda hozir do'stlar $225 pullari bor, lekin pin kod kelmagani uchun pul yecha olmayaptilar. Qaranglar, bitta obnovleniya beraman. Tap, bo'ldi, endi pulni yetsalar bo'ladi. Xo'p, buni qanday qildik? Qaranglar, buni yo'li do'stlar. Agar 4 marta pin kod jo'natgan bo'lsanglar, support orqali hal qilsa bo'ladi. Men hozirgina support bilan hal qildim. 10 minut vaqtim ketdi do'stlar. 10 minut. Zato 10 minut vaqt ichida $200 pullarni yechib beradigan qilib berdim mana. Endi bemalol mana pullarni yetsalar bo'ladi. Men hozir Telegramdan ko'rsatishim mumkin 10 minut oldingi suhbatni. Lekin login parolni ko'rinib qolgan, shuni ko'rsatmayman. Lekin men Gmailni ko'rsataman. Mana ariza berdim, 24 soat ichida hal qilamiz dedi. Mana Gmailga kelgan SMSdan bilsangiz bo'ladi. 1 minut oldin keldi, 10:30 oldi. Hozir soat 10:39. 5 minutda ishlari hal bo'ldi. Bo'ldi, все mana. Mana e'tibor bersangiz, men kanalga kirganman, mana 10:13 da kirdim kanalga. Shu danlarni, pasport, hamma yoqda olganicha vaqt ketib qoldi. Chunki u tarafda menga dokumentlar kerak edi. Supportga yozdim, 5 minutda ishlar hal bo'ldi mana. Endi $200 pulni bez problem yechadilar. Do'stlar, AdSense bo'yicha, YouTube bo'yicha nima yordam kerak bo'lsa, bemalol chiqaverasizlar, hal qilib beramiz. 250 ming so'm xizmat haqiga olyapman. Chunki bu yoqda to'g'ri yarim soat 10 minut vaqtim ketgandir. Kam ketgan bo'lishi mumkin, lekin bu yoqda ishni tez hal qilib berish uchun bitta asosiy fundamental baza bor-da, uni men oldindan yig'ib kelganman. Shuning uchun ishlar tez, xudo xolasa tez hal qilib beramiz. Shunaqa. YouTube bo'yicha do'stlar yordam kerak, bemalol 99lik 791 32 32 do'stlar aloqaga chiqasizlar, sirasi hal qilib beramiz xudo xolasa. Agar pin kod 4 marta jo'natmagan bo'lsanglar, 1 oy ichida pin kod chaqirib beramiz. Pin kod, soliq, poliq, strayk yo'qotish, xullas YouTube bo'yicha nima problema, nima muammo, hammasi do'stlar hal qilamiz xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha to'lov umuman oldindan olmaymiz do'stlar. To'lov bizni oldindan olish degan narsa yo'q. Ish hal bo'ladi, keyin to'lov olamiz. Ish hal bo'lmaydimi, to'lov yo'q. Bizga pulni berib qo'yib, telefon kutib o'tirmaysiz. Tab aloqaga chiqasiz, bizga ularni olsangiz Telegramdan 99 791 32 32. Bizga Telegramdan aloqaga chiqing, sirasi ishingizni hal qilib beramiz, keyin to'lov qilasiz. Pin kod chaqirishmi, kelgandan keyin to'lov qilasiz. Masalan, bu kanalga to'laganim yo'q, bir so'm olganim yo'q. Mana ishni hal qildim, endi xudo xolasa to'lov olaman. Bizda oldindan to'lov yo'q do'stlar. Kafolatlangan ish hal bo'lsa to'lov qilasiz. Ish hal bo'lmaydimi, to'lov olmaymiz do'stlar. Telegramdan aloqaga chiqasizlar, SMS yoki Telegram do'stlar. Telefon qilmanglar, chunki odam ko'p, telefonda ola olmayman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, salomat bo'linglar.